Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, mana ko'plar aka bosh to'lov yo'q mashinalarni ayting degan edi. Mana hech qayerda bunaqa narxlarda topolmaysiz. Mana ikkita mashinamiz ham bosh to'lovsiz, bir so'm pul to'lamaysiz. Mana mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan mana Damas'imiz. Mashinamiz tayyor mashina, mana hech qanaqa xarajat yo'q. Bosim diskalar qo'yilgan mashinamizga. Polilar qilingan, metan gazlar qo'yilgan tayyor mashina. Mana mashinamiz holati, mana orqa tomonlarni tushirib ko'rsating. Hech qanday xarajat yo'q, tayyor mashina. Bir so'msiz mana shu mashinamizni minib ketasizlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bosh to'lov yo'q, ikkalasi ham bir xil 22-23 ikkalasi ham. Ikkalasi ham 8 million so'mdan pul qilib beramiz. Bir so'msiz bitta pasport olib kelsanglar, pravolangiz bo'lsa, shu mashinamizni mana minib ketasizlar. Bemalol mana kelaveringizlar. Mana tayyor mashinalar chiqib olib qo'yilgan, hamma narsasiga chiqib qo'yibmiz. Boshdan hali yuvilmagan ham tayyor mashina ikkalasi ham. Hech qanday xarajat yo'q, ikkalasi ham toza, petnolari bor, ikki tushli joyda. Bemalol kelaringizda bitta pasport olib kelsangiz, fond nomlaringizni bitkazib chiqarib beramiz. Oylik to'lov kelsak, oylik to'lov где-то 2 million 800 ming so'mdan chiqadi. Pastonlar qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar.